Men hali zakaz bermadim-ku. Ishlar odam zakaz beradilar. Sizga. Rahmat. Pulini o'zi to'larkan-a? Ha, pullarni o'zlari to'lab keldi. Bularni nima yopib qo'yasiz? Shlapali aka yangi yil bilan sizga podarka qilib oldim. Pulini berarkanmi o'zi? Ha, beraman. Chiroyli qiz ekan-ku. Shuncha narsa berib qo'ydim. Endi telefonini berib yuborsa kerak menga. Yes. Qani olib yuboraychi. Vaqtga ketib qolsam. Ha. Qarab olibsan. Pulim yetib qolsa-chi? Qo'rqmang, xavotir olmang. Pulini to'lab bo'lganman. Yashim ham pul bo'lganda. Menga ham to'ta shashlik qo'yib olinglar. Obbo. Shunaqa ham ahmoq bo'lamanmi? Shuncha narsani olib berib, pullargacha to'lanmana. Birovni xotiniga narsa olib berib qo'yibman-ku.